Qashshoqlik matematikasi. Nima uchun kambag'al bo'lish hayotdagi eng qimmat hobbi hisoblanadi? Bugun men sizga isbotlayman raqamlar bilan. Tasavvur qiling, mashinangizda nosozlik chirog'i yondi. Tuzatish $300. Lekin sizning hisobingizda bu pul yo'q. Siz e'tiborsiz qoldirasiz. 2 oy o'tadi va keyin mashina katta yo'lda butunlay buziladi. Endi siz to'laysiz. Evakuatorga $200, vayron bo'lgan transmissiyaga $2000 va 2 kun ishga bora olmaganingiz uchun yana $300 maosh yo'qotasiz. Jami $2500. E'tibor bering. Dastlabki $300 ni to'lay olganingizda bularning hech biri sodir bo'lmas edi. Bu omadsizlik emas. Bu e'tiborga olinmagan matematik qopqon. Moliyaviy maslahatchilar sizga doim aytadi. Boylik bu intizom natijasi. Qashshoqlik esa yomon odatlar. Ular sizga aytadi: $12 qahvani tark eting. Netflix obunasini bekor qiling. Bu afsona. $12 qahva sizning hayotingizni o'zgartirmaydi. Haqiqat boshqacha. Moliyaviy tengsizlikning haqiqiy sababi kapitalning yetishmasligi va men sizga hozir ko'rsataman. Bu kapital yo'qligi sizdan qanday qilib qo'shimcha pul olib qo'yiladi. Bunga bir nom bor. Kambag'allik ustamasi. Inglizchasi Poverty Premium. Buni eng yaxshi yozuvchi Sam Vimes tushuntirgan. Etiklar nazariyasi deyiladi. Boy odam $50 ga sifatli charm etik sotib oladi. Bu etik unga 10 yil xizmat qiladi. Kambag'al odam $50 to'lay olmaydi. U atigi $10 ga arzon etik oladi. Bu etik faqat bir mavsumga yetadi. Endi savol: qanday qilib arzon narsa sotib olish odamni qashshoqlikka mahkum etadi? Keling, hisoblaylik. 10 yil davomida. Boy odam bir marta $50 to'ladi. Etigi hali ham yaxshi. $50 tejadi. Kambag'al odam har yili $10. 10 yilda $100 sarfladi. Natija oddiy. Kambag'al odam 2 barobar ko'p pul sarflaydi. $100 $50 ga qarshi. Va eng yomoni, u shu 10 yil davomida baribir oyog'i xo'l yurdi. Bu prinsip hayotning har bir sohasida ishlaydi. Hojatxona qog'ozi. Boy odam ulgurji o'ramni $50 ga oladi. Bir donasi 50 sent. Sizda o'sha pul yo'q. Burchakdagi do'kondan kichik o'ram olasiz. Bir donasi $1,5. 3 barobar qimmat. Aynan bir xil mahsulot. Avtomobil. Boy odam $20,000 ga naqd yoki 4% kreditda 10 yil yuradi. Siz 4,000 lik eski mashina uchun 24% yirtqich kredit olasiz. Jami xarajat $15,000. Uy-joy. Boy odam ipoteka to'laydi, aktiv yig'iladi. Siz ijara to'laysiz. 100%, foizda 0 aktiv. Lekin eng yomon misol banklar. Tasavvur qiling, hisobingizda $20 bor. Bir kun balans tasodifan -$5 ga tushadi. Bank sizdan $35 jarima oladi. Bir kun uchun. $5 uchun. Men hisobladim. Bu yillik 700% ustama. Sudxo'rlar bunday foiz uchun qamaladi. Lekin banklar uchun bu oddiy xizmat haqi. Bu shunchaki adolatsizlik emas. Bu kambag'allardan boylarga muntazam kapital ko'chirishidir. Va qashshoqlik faqat pulni o'g'irlamaydi. Sizning eng qimmat boyligingizni ham o'g'irlaydi. Vaqtni. Uyingizda kir yuvish mashinasi bo'lsa, kir yuvish 5 daqiqa. Pulingiz bo'lmaganda avtobusga chiqasiz. Jamoat kir yuvish joyiga borasiz, kutasiz, qaytasiz. 2 soat har hafta. 1 yilda 100 soat. Bu 4,5 kun. Vaqt bu daromad topish imkoniyati. Pulingiz bo'lmaganda
hamma narsa qiyinroq va uzoqroq davom etadi. Va eng kuchli zarba sizning aqlingizga. Garvard tadqiqotchilari isbotlagan, doimiy moliyaviy stress odamning IQ darajasini 13 ballga pasaytiradi. Bu bir kechalik uyqusizlikka teng, har kuni. Shuning uchun kambag'al odamlar 400% li qarzlar oladi. Lotereya biletlari sotib oladi. Tezpishar ovqat yeydi. Bu ahmoqlik emas. Bu kognitiv quvvatning faqat omon qolishga sarflanishidir. Boy odam strategiya o'ylaydi. Kambag'al odam ertangi kunni. Demak, qashshoqlikning to'liq bahosi nimadan iborat? Birinchi, moliyaviy ustama. 2 barobar ko'p to'lash. Ikkinchi, vaqt solig'i. Soatlarni yo'qotish. Uchinchi, aqliy energiya. Kognitiv resurslarning tugashi. Boylar faqat pul tejamaydi. Ular vaqt va energiya ham tejaydi. Va aynan shu ularga sarmoya kiritish, yangi ko'nikmalar o'rganish, biznes boshlash imkonini beradi. Endi yechim haqida. Agar siz qashshoq bo'lsangiz, eng yaxshi sarmoya aksiyalar bozori emas. S&P 500 yiliga o'rtacha 8% beradi. Lekin 20% li kredit karta qarzini yopish bu 20% kafolatlangan foyda. Sizning eng yaxshi sarmoyangiz qon ketishini to'xtatish. 10 yil xizmat qiladigan sifatli toster sotib olish bu kambag'allik ustamasidan qochishdir. Va sizning eng kuchli qurolingiz $1000 favqulodda jamg'arma. Bu shunchaki zerikarli maslahat emas. Bu kambag'allik ustamasini yo'q qiluvchi faol qurol. Yorilgan shini endi moliyaviy halokat emas, oddiy noqulaylik. Mana shu sizni payday loan tuzog'idan ozod qiladigan qalqon. Kompaniyalar sizga doim bitta savol beradi. Oylik to'lov qancha? Chunki ular bilishadi. Agar siz faqat oylik raqamga qarasangiz, haqiqiy xarajatni ko'rmaysiz. Endi siz boshqa savol berasiz. Umumiy egalik qiymati qancha? O'zingizni cheklab yiqqan pulingizni vaqtinchalik xursandchilikka emas, sifatli shinalarga sarflang. Tish shifokoriga, sifatli etiklarga. Bugun, hozir 3 ta ish qiling. Birinchi, hayotingizdagi eng katta qon ketayotgan tuynukni toping. Faqat pulingiz yo'qligi uchun pul yo'qotayotgan joyingiz. Ikkinchi, shu teshikni yopmaguningizcha qolgan hamma narsani shafqatsizlarcha qisqartiring. Uchinchi, qo'shimcha daromad toping. Eski narsalaringizni soting yoki qo'shimcha smena oling. Bu qo'shimcha pul emas. Bu kelajakdagi xarajatlarga qarshi strategik zarba. Yo'l adolatsiz. Buni bilib oling. Noldan $10,000 gacha yetib borish, 10,000 dan 100,000 gacha yetishdan 10 barobar ko'proq kuch talab qiladi. Ammo qashshoqlik matematik jazo ekanligini anglaganingizdan so'ng, siz o'zingizni ayblashni to'xtatasiz va jazoning o'ziga hujum qilasiz. Sifatli etiklarni sotib olasiz, buferingizni qurasiz, tizimning o'yinini o'ynashni to'xtatasiz. Agar bu video sizga ko'rinmas tuzoqlarni ko'rsatgan bo'lsa, obuna bo'ling va buni eshitishi kerak bo'lgan do'stingizga yuboring. Salomat bo'ling.